Assalomu alaykum hammaga. Bu yerda devor mebel boshladik. Chustda Karkidonda biz. Bu ikkinchi xonamiz. Xo'p, bu yerda kupe mexanizmda devor mebel tayyorlaymiz. Sekin ko'rsatib boraveramiz. Korpusimiz tayyor bo'ldi. Tepada antresollar 10 teshikli 5 ta bo'limdan iborat. Xo'p, pastida ko'rpa taxlashga, ikkita chekkasi ko'rpaga, o'rtasi ko'rpachaga, lekin ko'rpachadan sal enliroq narsalardan to'g'ri kelaveradi. Tayyor bo'ldi, ko'rsatib boraveramiz. Devor mebelimiz tayyor bo'ldi. Chustda Karkidonda tayyorladik. 4 metrga balandlik 285-290 atrofidagi joy. Xo'p, bu yerda 3 ta taxmon bo'lgan, ikkita chekkasi katta ko'rpalarga, o'rtasi kichikroq ko'rpachalarga. Xo'p, bu yerda nima bo'ldi? Kupe, bizning orasida ko'pchilik kupe qilasizlarmi, yonga suriladigan eshiklik qilasizlarmi deyshadi. Unaqa qilmaymiz, nimagaki xavfsiz bo'lmaydi. Bizdagi o'sha eng ko'p qo'yilgan kupeni tepasi ham, pasti ham shunaqa bo'ladi. Biz bugun qo'ygan kupemizni qalinligi tashqaridan ham ko'rinib turibdi. Ichiga kirib ketgan, shuncha 5 sm ichida turibdi eshik. Hech qachon odamning ustiga tushib ketmaydi. Komandor mexanizmi qo'yildi. Xo'p, narxi qimmat. Xo'p, bu shkafimizni semizligi ham o'zi anchagina semiz chiqqan. Xo'p, 70 sm ga tayyorlangan. Komandor mexanizm narxini ancha ko'tarib yubordi. 14 million so'mga mana shu holati tayyor bo'ldi.